Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun xamir tayyorlaymiz. Xonim uchun oshxona. Bunga ketadigan masalliqlar: bitta tuxum, tuzli suv, keyin bir qoshiq moy. Qoshiq moyni solib oldik. Mana aralashtirib olamiz hammasini, keyin esa un qo'shib xamir olamiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni 15 minutga tindirib qo'yamiz va xonimga ketadigan farshni tayyorlaymiz. Xonim uchun farsh tayyorlaymiz. Unga ketadi kartoshka. Somoncha qilib shaklda to'g'rab olinadi. Farsh. Keyin piyoz. Universal pripravаdan bir qoshiqcha qo'shasizlar. Bir qoshiqcha salatli tuz. Keyin ozgina achchiq qalampir, tabga ko'ra bu ham. Murch qo'shamiz. U ham tabga ko'ra. Keyin tuz qo'shasizlar. Tuz ham o'zlaringning tablaringga ko'ra. Zira ham esdan chiqmasin. Tabga ko'ra zira ham. Qoshiq moy ham solamiz. Semchka yog'i. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Moylab ham oldik. Endi esa farshimizni solamiz. Solib, o'rab olamiz. O'rab olganimizdan so'ng ustini chiroyli qilib yog'lab, qozxonlarga qo'yib chiqamiz. Mana xonimimiz ham pishdi. Yoqimli ishtaha.